فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Хорау, үзіне қул халып өліп қалған туғаныбыз үшін доғалар қылырға, сауабы уға бұхын тип, оның исіменен мәселен дини китаптар таратырға яраймы. Біріншісінен, қардаштар, шуны аңлатайық, ислам динінде өз-өзіңе қул халу, яғни суицид, зур гонах, олы гонах болып ханала. Bir sahih hadiste aytilgan, agar kishi nindaydir beyik o'rindan hikirib o'zini o'tirgan ekan, yoki ag'ib o'sgan, yoki o'zini sasgan, uning jahannamda g'azoblari shunday bo'lacaq. Ya'ni beyik o'rindan o'zini afqa tashlab g'azobga duchor bo'lacaq jahannamda, yoki ag'ib o'sib yurasak, yoki o'zini sasib yurasak jahannamda. Lekin shunday so'rov, bu kishini biz kafir deb ayta olamizmi? Albatta yo'q. O'z-o'zini o'tirgan tip biz uga takfir yahay almaymiz. Agar bilamiz ekan, u yashagansa musulmon bo'lgan, Alloh taolani tanigan shunday ishoratlar bor ekan, uning aytgan so'zlaridan yoki qilgan ishlaridan biz unday kishi uchun duo qila olamiz, uning ismidan sadaqa tilak bera olamiz. Alloh taolo bizni ulug' gunohlardan saqlasin. Amin.